Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, biz kuzatuvchilar. Chorvachilik bilan qo'y boqaman, parranda boqaman deydigan akalarimiz uchun juda zo'r joy chiqib qoldi. Toshkent shahariga 42 kilometr. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Eski Hamza Ko'ksaroy MFida. Mana shu xonadonimiz. Atrofda unaqa uy, shovqin-suron degan narsalar yo'q. Tinch joy, dala. Yo'llari tekis. Xonadonimizni umumiy maydoni 23 sotiq, kadastr dokumentlar, xat hujjatlar bo'yicha 13 sotiqga qaror chiqqan. Xonadonimiz hozir ichki tomonlarini ko'rsataylik. Gaz bor, svet bor, suv. Mana bu to'g'rida katta ferma bor ekan o'zi. Katta ferma bor. Shu yerdan olib chiqargan ichimlik suvini, yo bo'lmasa mana shu joyda o'zida 7 metr turba qoqsa, shu yerda o'zi toza zo'r ichimlik suvi chiqar ekan. Ham bedani qarang, chiroyli bo'lib turishini. Hamma qo'shni bilan setka tortilgan. Mana bu yoqda ariq o'tgan. Xonadonimizni mana shu tomonlari eski zdaniyalar hammasi buzib turib o'zingiz molxonami, qo'yxonami qilsangiz o'zingizga moslab turib sharoit qilsangiz bo'ladi. Mana shu yerda ariq o'tgan. Sug'orish muammo bo'lmaydi ekan. Hozir uyning ichini qisqacha obzor qilamiz. Lekin chorvachilikka juda zo'r joylar ekan. Xonadonimizning umumiy yashash xonalari 4 ta xona, bu yoqda 2 ta xonasi yopiq ekan. Bu yoqdagi xonalar ochiq bo'lgani uchun kirib shundoq kirganingizda bitta xonasi mana bu pechkasi bor ekan. Bu bilmayman, topli polmi, koreyskiy pechka deydimi, shunaqa. Birinchi marta ko'rishim bunaqasini. Bu yoqda ham yana bitta xonasi. Xuddi shunaqa 2 ta xonasi. Nari yoqda ham umumiy 4 ta xona. Bu xonadonimizga hozirgi so'ralayotgan boshlang'ich narxi 25 ming AQSh dollari. Yana ham ozgina kelishadigan joyi bor. Shu joyiga kelib turib, xat hujjatlarini ko'rib, mana shu joyda savdo qiladigan bo'lsangiz, ozgina o'tib beradigan joyi bor. Akalar qo'ldan boy bermanglar, chorvachilik bilan shug'ullanaman. Mana shunaqa joy izlab yurgan akalarimiz uchun juda zo'r mos keladigan joy. Bitta like bosib, kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yinglar.